أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 114. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uyghur tercümesinden Sure Bakara 114. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın namının yad kılınışını toskan ve ulanı vayran kılışka urunganladın mı, zalim kişi var mı? Mescitlerge ulanın fakat korkan aldılar kirişi layık idi. Ular dünyada rasvo boludu. Ahirette çoğun azapqa, yani dozaq azabıqa duçar boludu. Mescitlerden toskan ve onu bozup itişki urungan kişinin günahı. Bu ayetteki mescitlerden toskan ve onu vayran kılıp itiş için urungan kişilerden Kureyş müşrikleri köz tutuldu. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın namının yad kılınışını toskan ve ulanı vayran kılışkı urunganladı mı, zalim kişi var mı? İbn Cerir, İbn Zeyd'nin bu ayetinin manası hakkında mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Bunundan Hudaybiye günüde Peygamber aleyhisselam'ını Mekke'ye kirişten toskan müşrikler köz tutuldu. Peygamber aleyhisselam Mekke'ye kirelmegeçke Mekke'ye kirip boğuzlaş için elip gelgen kurbanlıklarını Tuva degen yerde boğuzlaşka mecbur bulup şu yerde boğuzladı. Peygamber aleyhisselam kaytıştın burun müşriklarga bu Allah Teala'nın öyden yani haramdın hiç kandak kişi tosalmaydı. Bir kişi özünün atısını yaki kerin dişini öldürgen kişiye yoluqsu mu onu tosumaydı deydi. Andın ula Peygamber aleyhisselam'a biz dadıllarımızı Bedri günü uruşta öldürgen kişilerini haremge kirgizmeyimiz deydi. Allah'ın mescidlerinde Allah'ın namının yad kılınışını toskan ve ulanı vayran kılışka urunganladı mı, zalim kişi var mı? İbn Zeyd mundaq deydi. Çünkü ula haremge hac ve ömür kılış için gelip Allah Teala'nı zikir kılış arkalık onu güllendirmek için bolgan adamni haremge kirgili koymaydı. İbn Ebu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Kureyşlikler Peygamber aleyhisselam'ni haram mescidinin içi Kabe'nin kışıda namaz okuştun tostu. Andın Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Allah'ın mescidlerinde Allah'ın namının yad kılınışını toskan ve ulanı vayran kılışkı urunganladı mı, zalim kişi var mı? Allah Teala yukarıda Yahudi ve Hristiyanlarının kılmışlarını sökken idi. Bu yerde Peygamber aleyhisselam ve onun sahabelerini Mekke'den qoğlab çıkargan ve ulanı harem mescidinde namaz okuştun tosup, onunla butlarını orunlaştırgan müşriklerini eyipleşke başladı. Allah Teala ulanı eyiplep bundaq deydi. Ula başkalarının mescidi haramga kirişini tosuvatsa,
Allah ularga nemishqa azob qilmasin. Ular Masjidi Haramning egillari emas. Masjidi Haramning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Mushriklar o'zlarining kufrini iqro qilib turug'liq, ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'ish olmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ayni shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'z tutiladi. Ular kafir bo'ldi. Sizlar Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ya'ni masjidlarni obodlashtiradigan, Alloh taolaga va qiyomat kuniga iymoni bor kishilar masjidlardan qo'g'landi qilinib, uningga kirishdan to'silib yurgandimi, ortiq masjidlarni vayron qilib o'tish bormi? Masjidlarni obodlashtirish deganlik uni naqshlab, sirlab, yangilash emas, balki shu masjidda Alloh taolani zikr qilish, Alloh taolaning buyruqlarini o'rinlash va masjidlarni shirk, bid'at va xurofotliklardan tozalashdir. Masjidlarni obodlashtirish deganlik uni naqshlab, sirlab, yangilash emas, balki shu masjidda Alloh taolani zikr qilish, Alloh taolaning buyruqlarini o'rinlash va masjidlarni shirk, bid'at va xurofotliklardan tozalashdir. Islomning g'alaba qozonganligiga oldin xo'sh bishorat berilganligi. Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ya'ni sizlar haramning boshqarishini qo'lingizga olib bo'lgandan keyin u kofirlar haramga kirmoqchi bo'lsa, sulhi orqali va sizlarga to'lashga tegishli bo'lgan to'lamni to'lab kirdi. Shunga payg'ambar alayhisalom Makkani kofirlarning qo'lidan olib, 1 yildan keyin, ya'ni Hijriyaning 9-yili Minotig'ida so'zimga quloq solinglar, bu yildan keyin mushriklarning haj qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ka'baning atrofini yalang'och holatda tavob qilishga bo'lmaydi. Bir kishi bilan tuzilgan kelishim bo'lsa, uning vaqti to'shqicha amal qilindi, deb jakolashga buyurdi. Bu jakolash Alloh taolaning tuvandagi oyatiga asosan bo'ldi. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nijisdir. Mush yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yildan keyin ular Masjidi Haramga
ya'ni haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Ya'ni Alloh taolo ularning yaqin muddat ichida haram masjidi va boshqa masjidlarni qaytarib olishiga yordam berdi. Mushriklarni ularning oldida xor qilib berdi. Mushriklardan biri haram masjidiga kirmoqchi bo'lsa, agar musulmon bo'lmasam, musulmonlar meni tutib jazolash uchun o'ldirib o'tishi mumkin degan xiyol bilan masjidga qo'rqqan holatda kirdi. Bu Alloh taolaning musulmonlarga ularning yaqin muddat ichida g'alaba qozonganligiga bergan xush xabaridir. Alloh taolo bu va'dasini o'rinlab yuqorida so'zlab o'tgandek, haram masjidiga mushriklarning kirishini to'sdi. Payg'ambar alayhissalomga Arab yerim oralida islom dinidan boshqa dinning qilib qolmasligiga va Arab oralidan Yahudiylar bilan xristianlarni ko'chirib o'tishni buyurdi. Alloh taologa shukr. Bularning hammasi haram masjidi atrofining hurmati. Butun insonlarga xush bishoratchi va do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib avatilgan payg'ambar chiqqan o'rinni pokizlash uchundir. Bu ularning dunyoda ko'rgan rasvochiligidir. Chunki har qanday jazo qilgan ishga qarab berildi. Ular mu'minlarni haram masjidiga kirishdan to'sgan edi. Keyin ular o'zlari masjidga kirishdan to'saldi. Ular mu'minlarni Makkadan qo'g'lab chiqargan edi. Keyin o'zlari Makkadan qo'g'lab chiqarildi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni ular Ka'baning hurmatini to'kkanligi, uning atrofiga butlarni tiklab, hojatini Alloh taoladan boshqasidan tilaganligi va uni yalang'och tavob qilganligi uchun oxiratda qattiq azob bor. Hadisda dunyoning rasvochiligidan va oxiratning azobidan panoh tilash to'g'risida mazmunlar bor. İmam Ahmad Busra ibn Artaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Robbim, hamma ishda bizning keyingilarimizni yaxshilab bergin. Hamma ishda bizning keyinligimizni yaxshilab bergin. Bizni dunyoning rasvochiligi va oxiratning azobidan saqlagin" deb duo qiladi. Mashriqmu, mag'ribmu, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Namozda qibla tarafga yuz keltirish. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalom va uning sahobalariga Makkadan chiqarib etilganligi va o'zlarining masjiddan va namoz o'qiydigan yerlardan ayrilib ketganligi uchun tasalli berdi. Payg'ambar alayhissalom Makkadagi chig'ida Ka'ba oldida tursa-mu, Falastindagi Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiydi. Madinaga borgandan keyinmi 16 yoki 17 oygacha Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi. Ondan Alloh taolo uni Ka'ba tarafga qarab o'qishga buyurdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Mashriqmu, mag'ribmu, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni qiblaga ixtiyor qilgan qiblasi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda birinchi bo'lib amaldan qolgan hukm qibla to'g'risidagi hukmdir. Bundaq bo'lishdagi sabab, ya'ni qiblaning o'zgarishi, payg'ambar alayhissalom Madinaga borganda Madina aholilarining ichida Yahudiylar bor edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishga buyurdi. Buning bilan
Yahudilar bak xo'shal bo'lib ketdi. Chunki Baytul Muqaddas Yahudilarning qiblasi edi. Payg'ambar alayhissalom Baytul Muqaddas tarafga qarab bir necha oy namoz o'qidi. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim alayhissalomning qiblasi Ka'bani yaxshi ko'rdi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom Alloh taolaga duo qilib osmonga qaraydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nazil qildi. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtirdigan qiblaga yuzlantiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Qiblaning Ka'ba tarafga o'zgartirilganligidan shaklangan Yahudilar musulmonlarni ilgirki qiblasidan nima yuz o'rtgando deydi. Ondan Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qaysi tarafga yuzlansanglar, mayli sharq yoki g'arb bo'lsin, shu tarafda Alloh taolaning qiblasi bor. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Qayerda bo'linglar, sizlarning yuzlanadigan qiblanglar Ka'badir. Alloh taolo bu oyatni Ka'ba tarafga yuzlanishni farz qilishdan burun tushirgan degan ko'z qarashim bor. Ibn Jarir mundaq deydi: Ba'zi olimlar bu oyat safar ustida ketayotgan yoki urush qilayotgan va yoki qo'rqinchli holatda nafl namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi mayli sharqqa yoki g'arb tarafga qarab namoz o'qisa ruxsat qilindi deb payg'ambar alayhissalomga tushgan deydi. Ibn Umarning o'g'li qaysi tarafga qarab menayotgan bo'lsa, shu tarafga qarab nafl namoz o'qiydiganligi rivoyat qilindi. U payg'ambar alayhissalomning shunday qilganligini deb bergan edi. Imom Buxoriy Nafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Umardan qo'rqinch qaysi holatga yetganda qo'rqinch namoz o'qiladi deb so'ralsa, u namozni sifatlab beradi. Ondan agar qo'rqinch buningdan ishib ketsa, qiblaga yuz keltiringlar yoki keltirmanglar, meni o'tib yoki uloqliq namoz o'qisanglar bo'ladi deydi. Nafi buni men Ibn Umarning payg'ambar alayhissalomdan anglaganligiga gumon qilmayman dedi. Bu oyat haqida yana qorong'u kechasi yoki bulutli kuni va yoki boshqa sabablar bilan qiblani farz qilolmay boshqa tarafga qarab namoz o'qigan kishining namozining durust bo'ladiganligi to'g'risida tushgan degan ko'z qarashlarım bor. Madinadagi kishilarning qiblasining sharq bilan g'arbning oraliqida bo'ladiganligi. Hafiz Abu Bakr ibn Mardaviy bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Madina, Sham va Iroqlarning qiblasi sharq bilan g'arbning oraliqidadir. Ya'ni ularning qiblasi janubdadir. Tirmizi bilan Ibn Majah bu ma'noni kuchlantirib mundaq deb rivoyat qiladi. Sharq bilan g'arbning oraliqi qibladir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolaning sehiyligi va marhamati hamma bandiga kengdir. Bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo bandalarining qilayotgan ishlarini bilib turguchi. Alloh taolaning bilishidan hech bir narsa mustasno emas. Ular ya'ni Yahudilar, Nasoralar, mushriklar Allohning balasi bor deydi.
Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunuvchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah Taalaning balasi bor degichilarga berilgan raddiya. Bu va buningdan boshqa oyatlar farishtalarni Allah Taalaning qizlari deb qaragan xristian, yahudi va arab mushriklarga raddiya berishni o'z ichiga oladi. Allah Taala ularning Allohning balasi bor deb qilgan da'vosining yolg'on ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Ya'ni Allah Taala ularning qilgan so'zlaridan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Ya'ni sizlar bo'hton qilib to'qib chiqqandek emas. Balki osmon, zimin va uning ichidagi egidorchilik Alloh Taolaga xosdir. Maxluqotlari ustida o'zi xohlaganini qilguchidir. Alloh Taala ularning yaratquchisi, rizq berguchisi. Ularning ishlarini, ömrünü, rizqini o'lchigichi, barliq narsalardan foydalansin deb u narsalarni ularga ko'ndirib berguchi. Ularni mongdirguchi. İnsan, farishta va jinlarning hammasi Allohning bandasi va quli tursa, qandoq qilib farishtalar Alloh Taolaning bolasi bo'lib qolsin? Alloh Taala barliq ayib nuqsonlardan pokdir. Bola degan ikki o'xshash narsaning oraliqidan vujudga keladi. Alloh Taala kattaligida va cho'ngliqida hech qanday bir o'xshashi yoki bir shirki va yoki ayol hamrohi bo'lmasa, qandoq bo'lib uning bolasi bo'lsin? Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allah'ның xotini yo'qtursa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Allah yaratgan. Hamma narsani Allah obdan bilgichidir. Ular Allah'ның bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhisizki Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, u Allah birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Allah bola topqanmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Odam bolasi meni yolg'onchi qildi. Undaq qilishga uning haqqi yo'q edi. U meni tilladi. Meni tillashga haqqi yo'q edi. Uning meni yolg'onchi qilgani mening uni o'lgandan keyin burunqiga o'xshash terildirishimga qudratimning yetadiganligiga gumon qilganligidir. Uning meni tilligini, uning Alloh taolaning bolasi bor degan so'zidir. Men o'zimga ayollik bo'lishdan yoki bolalik bo'lishdan pokdirman. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: O'ziga yetgan aziyatga Allah Taaladan sabrlik bir zot yo'q. Allah Taala ularga rizq berib, ularni xotirjam va tenini salomat qilsa-mu, ular Allah Taalaning bolasi bor deb da'vo qildi.
barliq mavjudotning Alloh taologa bo'ysunadiganligi. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Ko'plagan olimlar bu oyatning ma'nosi haqida o'zlarining ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Buningga berilgan ta'birlar ma'no jihatdan bir-biriga yaqin keladi. Mujohidning barliq mavjudot uningga bo'ysunguchi degan so'zi bu ta'birlarning asosiy gavdasini tashkil qiladi. Bo'ysunish ixtiyoriy va majburiy deb ikki turlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: osmonlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soylarimi bo'ysunadi. Oyatdagi badi degan so'zning ma'nosi: Alloh osmonlar va zaminni yo'qdan bor qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo osmon zaminni buningdan ilgari tangdishi bo'lmagan holatda yaratguchidir. Badining ma'nosi bir narsani yo'qdan paydo qilguchi degan bo'ladi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolo bolasi bo'lishdan pokdir. U osmon zamindagi narsaning egisidir. Osmon zamindagi hamma narsa Alloh taolaning birlik va borligiga guvohlik beradi va Alloh taologa bo'ysundiganligini iqror qiladi. Alloh taolo u narsalarning hammasini yo'qdan bor qilguchidir. Bu Alloh taolaning osmon zaminni yo'q yerdan yaratganligiga insonlarning ichidan birdan bir guvohchi bo'ladigan kishining xristianlar Alloh taolaning bolasi deb qaragan Isa alayhissalom ekanligini bandalariga bildirib qo'yish va osmon zaminni yo'qdan bor qilgan zotning Isa alayhissalomni o'z qudrati bilan otisiz yaratganligini uqtirib qo'yishdir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga keldaydi da u vujudga keladi. Alloh taolo bu yerda o'zining nihoyat qudratli zot ekanligini bayon qiladi. U bir narsani taqdirda bitib, uning vujudga kelishini xohlasa, uningga bir qitimla bo'l deydi-da, u Allohning xohishi bo'yicha shu hamonla vujudga keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oralig'ida o'rinlanadi. Alloh taolo bo'l degan so'zi bilan Isoni yaratganligini va uning Alloh taolo xohlagandek bo'lganligini ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki, Allohning nazarida Isoning misoli u otisiz yaratilganligidan odamning, ya'ni Odam alayhisalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga keldi dedi-da, u vujudga keldi. Isoning ishi odamning ishidan ajablanarlik emas. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 114-oyatidan 117-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimda davomli o'qiymiz inshaalloh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.